Assalomu alaykum. YouTube kanalimiz a'zolari Andijon viloyati Asaka tumaniga yetib kelganmiz. Xudo xolasa, bu joyimiz общий kvadrati 145 kvadrat atrofida turgan mahsulot ishlatdik. Qo'shimchasiga NDF gullar kosmosidan o'rnatib berganmiz. 120 ga 120. Hozirgi kunda $100 qo'yib beryapti ustanovkasi bilan ichida. Shapkalarimiz ham go'zal holatda bo'lib, bitta mana yongan holati mana rang-barang bo'lib, go'zal holatda bo'lib turibdi. 4 darvozaxonaga juda ideal go'zal holatda bo'lib tushadi. Xo'p, bu joyimizga bestik tanlovlarimizdan ham o'rnatib berganmiz. Turbalarimizni общий hamma xarajat ichida qilib bitkazib berdik. Shapkalarimiz ham go'zal holatda. Xo'p, bu joylarga elektrik kelib, lampochkalarni o'rnatib berar ekan. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimiz 93 067 11 bu joylarga ahamiyat berasizlar. Juda go'zal ideal holatda kelgizganmiz. To'rt taraf, ikki tarafini ham bir xilda qilib. Qo'sh navo bo'lib, tagi ochilib qoladigan joylarni ham yopib ketganmiz navo hisobiga. Bir boshdan yana bir boshdan olib video ko'rsataman sizlarga. Tanlovlarimiz ham u burchakgacha besdik. Bu taraf ham xuddi shunday holatda. Xullas, ishni ko'rgiga ko'r qo'shib turibdi. Bir-biriga tushib, inshaalloh. Darvozaxonamiz ham ideal holatda bo'ldi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimizni opisiyaga qo'yamiz. Hammaga rahmat. Layklarni ayamanglar degan umiddaman.